O'qish payti 3 ta dugonamdan bittasi erimni yaxshi ko'rardi. O'sha vaqtlar hayolimda bir uchiga ham kelmaganki, vaqti kelib erim bilan sevishib, turmush qurishimiz. Hayotda odamda o'ylamagan narsalari, kutmagan narsalari bo'ladi-da. Hozirga kelib bir-birimiz ustimizdan kulamiz. Siz o'sha vaqtlar meni sevgansiz, faqat bilmagansiz desam, erim yo'q, sen meni sevib qolgansan birinchi deb kuladilar. Hozir uchalamiz ham o'sha bola chaqali bo'lib ketganmiz, Xudoga shukr, baxtlimiz. O'sha dugonalarimdan bittasi bizga mehmonga kelibdi Peterga. Sizlar o'ylayotgan emas, boshqasi. Hozirgi ishlayotgan zakazimda yonida esa qarasam, Marokat restorani bor ekan. O'tgan safar erim bilan ukam borib, mazza qilib yeb ichib keldik dedi. Qanaqa joy ekan deb kirdim. Dugonam 28-chisiyoda keladi. Akras o'sha kuni tug'ilgan kun. Restoranga kirishim bilan yangilikni eshitib xursand bo'lib ketdim. Hozirda Xorazmdagi eng trendiy reperlardan biri 29-mart kuni konsertini berar ekan. Biletlarni ekrandagi nomerlarga telefon qilib bron qilishlaringiz mumkin. Обслуживание вообще высокий уровень. Barmen akamiz esa sразу же kokteyl tayyorlab berdilar. Katta kollektivlar ham bemalol stollarni bron qilsa bo'lar ekan. Qaranglar, qanaqa chiroyli yasatibdi. Oshxonani ichiga esa kirib ko'rib, вообще hayron qoldim. Shunaqa hamma joyi top-toza, perchatkachalarda chiroyli qilib asarchilarni bezatishib yotibdi. Sabzavot, mevalarni hammasi yaltirab turibdi tozaligida. Birinchi o'rinda tozalikka e'tibor beraman hamma joyda. Общий zallaridan tashqari karaoke zali ham bor ekanda. Вообще mazza, bemalol kelib, o'rtoqlaringiz bilan, dugonalaringiz bilan qo'shiqchalarni aytib ketsangiz bo'lar ekan. Sizlarga javob beraman, 10 yilga точно yoshadasizlar. Yozlarda вообще mazza bo'lsa kerak. Pardachadan hur shabodachalar kelib turibdi. Oynadagi vidga necha? Restoranda dekoratsiyasi esa alohida tema. Pitadagilar hammalaringizni kutib qolamiz. Asofinda 29-kuni.